Kesganimni qarang, bu Spartakmi yoki Prichoda? Siz kommentariyada yozib ketgunga qadar men sizga o'zim tayyorlaydigan eng ideal retsept bilan bo'lishmoqchiman go'zalim. Qachon tayyorlasam, bu Prichoda har doim sotuvbop va o'z egalarini topib ketadi. Shuning uchun sizga ham daromadli, ham juda ham mazali retsept bilan keldim. Videoni oxirigacha ko'ring va saqlab oling. Yaqinlaringizga jo'natib, podpisatsiya bo'lish ham esdan chiqmasin. Tayyor hamma mahsulotlarimizni bo'lsa, opisaniyada to'liq yozib ketaman. Prichodamiz shunaqa chiroyli ko'rinishda bo'ladi va bemalol uyalmasdan dasturxonga tortsangiz bo'ladi. Yoqqan bo'lsa, yoqimli ishtaha.